Imenov Ilhom Kenjayevich mana shu Ko'chkak mahalla fuqaro yig'ini raisligiga yaqinda nomzodimni qo'ydim, shu saylandim. Men shu qishloqqa yashab tug'ilib o'sganman. Ko'chkak aholisi gektar 2200 gektardan iborat. Xonadon soni 1649 ta xonadon, 7057 ta aholisi bor. Ishsizlar soni bor, 157 ta ishsizlar soni bor. Shu ishsizlarni ish bilan ta'minlab berishga harakat qilamiz. Nasib bo'lsa, keyincha harakat qilib shu ishlar sonini ta'minlab bartaraf qilamiz. Mahallaga endi shu saylanni men bu qishloqqa o'zimni mehnatimni, bor kuchimni ayamaydigan harakat qilaman. Mana shu qishloqqa aholan birinchi og'ir masala suv masalasi. Shu anjir bu qishloq asosan anjir zoli bilan shug'ullanadi, keyin dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Shuning uchun bularga suv masalasini hal qilib berishim kerak. Shu yaqinda kanallarni suv turba orqali suv o'tkazilishi, shuni suvni nasos o'rnatib, shularni ta'minlab berishni niyatga maqsad qilib qo'ydim o'zimga. Keyin aholiga ichimlik suv, maktablarga ichimlik suvni olib keltirib, quvurlar o'tgan, shuni ichimlik suvni keltirib berishga harakat qilaman. Kam ta'minlangan oilalarga yordam qilmoqchiman. Nima aholi kamchiligi bo'lsa, murojaat qilsa, shuni hammasini amalga oshirishga o'zim kuchim, bor kuchimni ayamaydigan xizmat qilaman degan umiddaman. Mana yaqinda yaqinlashib kelyapti, Qurbon hayit yaqinlashib kelyapti. Shularga hammasi aholimizga, oqsoqollarga yaxshi minnatdorchilik tilaklar bildirib, bularni nasib bo'lsa bir hozir prezidentning talablari shu zamon talab turizm bilan aloqa qilib, bularni bir Samarqand qadimiy shahar, turizm shahar Samarqand shahar sabzlarga olib borib kelish niyatida o'tirman. Shularni nasib bo'lsa olib borib kelish niyatidaman.